o'zgarishlar boshqacha kelib to'slar orttirdik yaxshi yomon bir qancha. Hali hayot oldinda erishamiz maqsadga, vatanimiz oldida biz askarlar xizmatda. Bugun Shirin shahrimizda ham shunday ajoyib tadbir o'tkazildi. Yoshlar markazi, axborot resurs markazi tashabbusi bilan tashkil qilingan bu tadbir anchagina esda qolayotgan. Bu ham qalbimizda shukronalik. Shu shukronalikka daxldor bo'lganlarda hammasi shu narsani bugungi chiqishlarida, bo'layotgan tadbirlarda bildirib turishdi. Biz shundan juda yaxshi taassurotlarga ega bo'ldik. Tashkil qilganlarga hammalariga rahmat, bayramga ulashaversin. 5 yillik munosabati bilan Shirin axborot kutubxonasida qalbimizda shukronalik kechasi o'tkazildi. Ushbu kechada barcha ijodkorlar, yoshlar hammasi o'z she'rlari bilan, asarlari bilan barcha shu tadbirdagi insonlarga ulashdi.